hech kimga sir emaski, barchamizning ishimiz telefonlar bilan bog'liq. Lekin shunday muammolar uchrab turadiki, ya'ni telefonimizning quvvati barvaqt, ya'ni kerak emas paytida tugab qolishi mumkin. Bunday vaziyatlarda bizga Ladon firmasining aqlli smart chiplar bilan jihozlangan powerbanklari yordamga keladi. Ya'ni bizda hozir sizlar bilan ko'radigan powerbanklarimiz ichida 10 mingtalik, 20 mingtalik, 30, 40 ming va 50 ming mAh ga ega bo'lgan, quvvatga ega bo'lgan powerbanklarimizni obzorni qilamiz. Bizga buning uchun kerak bo'ladi pichoq. Eng kattasini ochyapman, ya'ni 50 ming mAh ga ega bo'lgan, mощностьga ega bo'lgan powerbank ochib ko'ramiz. Kattagina ekan bu powerbankimiz. Powerbankimiz o'zi mana shunaqa ko'rinishga ega. Bu powerbanklarimiz har xil sig'imga ega, ya'ni 10 mingtalik powerbankimiz bor, 20 mingtaligi bor, 30 mingtaligi, 40 mingtaligi va sizlar bilan mana 50 mingtaligini ochdik. Bizga qaysi kerakligini qayerdan bilamiz? 10 mingtaligini bilan 50 mingtaligini misol keltiradigan bo'lsak, asosan mAh degani telefonimizning batareyasiga kattaligiga qarab zaryad berishini aniqlasak bo'ladi. Ya'ni 10 ming mAhlik powerbankimiz telefonlarimizga, примерно 80-90% telefonlarimizga 2 marta zaryad berishga yetadi. Ya'ni 2 marta to'liq telefoningizni to'ldirgandan keyin powerbank o'zini zaryadga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Lekin mana bu 50 ming mAhlik powerbankimizni oladigan bo'lsangiz, bu powerbankimiz примерно 10-15 marta zaryadlashga yetadi telefonimizni. Barcha powerbanklarimiz 3 xil kabel bilan jihozlangan, ya'ni Type-C, micro USB va o'sha Lightning simlar. O'zimizning til bilan aytganda, iPhonening yangisiga ham, eskisiga ham bo'ladi va undan tashqari eski Android modellarimizga ham to'g'ri keladi hamma simlar. Undan tashqari o'zingiz simingizni mana bu raz'yomlarga to'g'ri keladigan raz'yomlarga tiqib zaryad berishingiz mumkin. Telefonimizni ham topib oldik. Mana telefonimiz iPhone 15 Pro Max. Buni zaryadga tiqsak, mana bistri zaryadkalar bor. Foizlarni ham ko'rsatyapti. Ajoyib layfhak sizlarga aytib beraman. Ya'ni hammamiz bilamiz, svet o'chib turadi. O'sha svet o'chgan payti sizlar iPhonedan muzikani qo'yib olib, mana bundan svetdan muzikani qo'yib diskote'ga qilishlaringiz mumkin. Arzon va barakali savdo qilish uchun bu savdoga murojaat qiling.